Yo'q, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Crocs Play. Bugun biz juda ham mashhurlikka erishgan Keyboard Escape o'yinini o'ynaymiz. Men ketayotganimda ko'rdim, bu yerda 600 ming kishi onlayn turibdi. Ovozini ozgina pasaytiramiz. Juda ham ko'p odam onlayn turibdi bu o'yinda. Shuning uchun men ham o'ynayim keldi va kecha kirdim. Kecha kirib ko'rishinglar mumkin natijani. Xo'sh, yo'q. Men o'yinni yaxshi tushunib oldim va birinchi olimdan o'tadigan bo'ldim. Men shunchalik tez kuchayganimning sababi mana bu. Qani, mana. Mana shunday kuchaydim va menda unchalik ham ko'p narsalar yo'q. Ha, unchalik ham ko'p narsalar yo'q. Da, to'g'ri. 25% hammasi. Eng baland 25% to'g'rirog'i. Eng past adashmasam 15%. Yaxshi. To'g'ri. Mana shunda ozgina qiynaldim boshida. Yo'q, tezroq, yaxshi. Mana bunday qilish kerak. Va hali men treadmill olganim yo'q. Men o'zimga olmayman, sizlarga ham sovg'a qilaman. Yo'q, qatqol. Sizlarga ham sovg'a qilaman. Uning uchun uni bitta sharti bor. Video ostida izohlarga tushib, like bosdim va obuna bo'ldim deb yozishingiz kerak. Va like bosib obuna bo'lishingiz ham kerak. Va izohlarda o'zingizning usernamingizni yozib qoldiring. Shunda sizlarga men tashlab beraman. Yo. Yaxshi. Qayergacha boraman ekan o'lmasdan. Yo, mana shu yerda ozgina qiynalgandim boya. Sababi men buni yaxshi bilmayman. Aynan mana shuni. Adashmasam, lekin harakat qilaman o'tishga. Yo, turga. Yaxshi, o'tib oldim. Lekin rostdan ayta olamanki, men bu yerdan o'ta olmayman. Ha. To'g'ri, mana bu yerga kelyapman hozircha. Yo, ana. Sal qoldi. Agar o'tsam juda ham yaxshi bo'lardi. Yo, yaxshi. Tepaga chiqdim. Yaxshi. Yaxshi, men o'tdim. Omad 25 ga wins. Hozir men buni olsam 50 ga qilib beradi. Sababi qanaqadir yo'l bilan 2x bo'lib qolibdi. Yo, eng qiyini, yana oxirgisi ham bu. Oxirgisidan o'ta olmayman, har doimgidek. Sal qiynalaman. Ha, mayli, lekin menda ikkinchi olam ham ochiq. Ikkinchi olamga ham o'tdik va bu yerda ham qiladigan ishimiz yo'q. Bu yerda 100 million winsli 25 ga plus step qo'shib beradigan. Xullas 100 million wins olsanglar shunga o'tadi va men 500 million wins olish kerak bu yerga o'tish uchun. Bu yerda yana nimalar bor? 40 millionligi bo'lsa sotib olaman degandim, lekin 40 millionligi yo'q ekan. Mayli. Va bu yerda narsa ketyapti. Bu 2x bo'lib qolgan, ya'ni 500 ga beradi. 250 ga bossa. Bundan ham o'tamiz. Yaxshi. Xo'sh, ketdik. Bu yo'lga mana bunday qilmasam o'ta olmayman. Biz 48 bo'ldi levelimiz. Yo'q. Baribir o'tolmas ekanman. Hozir o'tishga harakat qilaman. Agar mana shundan hozir o'tsam like bosasizlar. Mana. O'tdim. Like bosish esdan chiqmasin. Like mana shundan o'tsam obuna bo'lasizlar. Mayli. Obuna bo'lish qiyin emas. Yana ham bu tekin. Shuning uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xo'sh. Yo, o'tdim.
2 milyon olamiz va yana davom etamiz. Yo'q, 49 bo'ldi levelim. Men umuman olganda 100 millionni ham shunday qilib olganman. Unchalik ham kuchli bo'lmagan paytlarimda. Sababi bu yerda 2x ketyapti. Shunday qilib, xullas. Katta, afsus mayli. Xo'sh, bu yerda o'tmaymiz, o'tamiz. Yaxshi. Men tezligim 114 ekan. O'tolmadim, mayli. Qilmaymiz. Xo'sh, nima qilsak bo'ladi? Mana bu olinlar ekan. 100 millionga mana buni olsa bo'lar ekan. Candy Aura'ni va Trail'ni. Qaysi? 500 million yozish kerak ekan. Mayli. Hozir biz biroz emas, 40 million yig'amizda, keyin Candy Aura'ni olishga harakat qilamiz. Ana unda ketdik. Yo, 240-level bo'ldim. Hozir ozgina tezlashtirilgan sahna bo'ladi. Qanday deb AFK'ga turib qoldim men. Shuning uchun bizda 182 million bo'ldi. Deyarli 183 million. Xo'sh, birinchi o'rinda paydo bo'ldim sababi internet qotib qoldi. Ishlamay qoldi. Xo'sh, ikkinchi o'ringa o'tdik va ozgina o'ynaymiz. Xo'sh. Bu ancha tez ekan. Men sekin deb o'ylagandim chiqishini. Tushib ketib qoldim-ku. Men juda ham qiziqaman bu yerdagi klaviaturada nima deb yozilganiga. Lekin topa olmayman. Ozgina qoldi. Ozgina qoldi. Yaxshi, bizga 56 trilliondan beryapti ekan. Men o'ylab ko'rmagandim buncha berishini. Yo. Ha, yetib oldi baribir. Mayli, nima ham dedik. Tashlab vaqt yo'q. Xo'sh, nima qilaman? Hozir men yetkazib qo'yishim kerak. 200 million yetkazsam boya ko'rgan ana u mayli auramizni olamiz. Chotki bo'ladi hammasi. Voy, o'lib qoldim. Nima bo'lyapti? Yo'q. Mana 1 2 3. Lekin 555. Xo'sh, o'ta olamanmi? Va o'tdim. Yaxshi. Yaxshi. Xo'p, yaxshi o'tdim. Meni bitta maqsadim bor. Shu oyning oxirigacha hech bo'lmay, oyning emas, yozning oxirigacha 100 ta bo'lish maqsadim bor. Bu maqsadimga erishishim uchun sizlarning yordamingiz kerak. Hoziroq videoni ostiga tushib, obuna bo'lishni esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Yo'qda. Katta. Men buni yodlab oldim, qachon boshlanib, qachon tugashini.
Ulguramanmi? Ha, ulgurdim. Yaxshi. 2. Ana u burat to'g'ri kelib kela tashadi-yu. Men shunday qildim. Mana buni olamiz va algan ekanman. Bir olmay qoldim. Xullas, 190 million bo'ldi. Atigi 10 million qoldi maqsadim berishimga. Ozgina erta yoki ozgina kech bo'lib qolmadimi? Yo'q. Yaxshi, yana 2 million bor. Xo'sh. 93 million. Yaxshi. Tezroq qo'ya. Ulgurdik. Nega men ana Oreo'dan o'ta olmayapman? Sababi unga men tezligim yetmayapti biroz. Oxiriga borayotganimda yoki boshini o'zida meni uryapti, o'ldirib qo'yapti. Xo'sh, yaxshi. Va bunga tavsiya etilgan tezlik bu 200 level, bu 230. Lekin menda 255 million qo'ydim. Yo'q. Va bunda bitta minus tarafi bor. Ballerina Cappuccino'da odam chalg'itib turishi mumkin edi. Bunda chalg'itib ham bo'lmaydi. Afsuski. Va men o'lmasdan borsam menga bonus berishadi. Ko'rdingizmi? Boya 2 million berdi. Hozir. Agar o'lmasdan bora olsam, menga bonusni qanchadirga oshirib berishadi. Qarab turinglar. Ana. 204 million. Ha 2 million bergan ekan, adashma. Endi 206 million beradi va har safar oshirib boraveradi. Mana buni olsam ham maqsadga yetgan bo'laman. Xo'sh, endi bugungi videodagi maqsadimni oldim. Lekin unchalik ham yoqmayapti. Chunki pushti menga umuman yoqmaydi. Nayloj. Amal. Voy. Juda ham tez bo'lib ketdimmi men hozir? Yo'q, to'g'ri, juda ham tez bo'lib ketibman. Tezligimni 120 qilishga harakat qilaman shu videoni o'zida. Yo'q. Yaxshi. Ye. Ne oldu hozir? Mana bunga ham bitta qarab qo'yish kerak. Necha million? 3,5 million. Hali ham 3,5 million. Xo'sh, yo'q to'xta. Ketdi. Yo'q, to'xtash kerak. Yaxshi, iyi. Endi tikka kirib ketdi ikki. Va yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. 100 ta bo'lganimiz zahoti Telegram kanalimda katta konkursga start beraman. Sovg'alarni aytmayman hozircha, surpriz bo'lib qolaversin. Lekin o'rinlar ko'p bo'ladi. Yo'q. O'rinlar ancha ko'p bo'ladi. Shuni bilib olishingizni xohlayman. Shekimni tuzitishyapti menga. Qiz olam. Mayli. Yo'q, yaxshi. Mana buni olamiz. Bundan nechta bo'ldi menda? Qaymoqdan bitta ekan. To'xtanglar. Bu yerda yana ko'p bo'lish kerak. 1, 2, 3 degan. Ha.
3 ta xolos. Menga esa 5 ta kerak. Ya'ni yana 2 ta olishim kerak bundan. Mayli. Yo, juda ham tez bo'lib ketdim. Adashmasam mana bu yerdan o'tishga qiynalib. Nima bu? Ha, qaranglar. Bittadan o'tib ketib qolyapman. Nima bo'lyapti menga? Yo. Qanaqami? Mayli. Xo'sh, bizda 100 milliondan oshiq pul bor. Men endi nima qilishni bilmayapman. Xo'sh, kimdirga nimadir sotib olib bersa bo'ladimi? Gift qilsa. Mana bu ekan. Xo'sh, hammali. Eslatib o'tmoqchiman. Kommentariyaga nomingizni yozib qoldiring va like bosdim va obuna bo'ldim deyish esdan chiqmasin. Va bunga ishonish uchun obuna bo'ling. Sababi men obuna bo'lgan odamlarimni akkauntini ko'ra olaman. Kira olmayman, lekin ko'ra olaman. Shuning uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Men uni o'sha narsani tekshirib, keyin tashlab beraman sizlarga. Yo. Xo'sh, birinchi olamdan o'tib beramizmi? Ketdik. Va keyingi videoda men har xil fichkalarni ham o'rgatib o'taman. O'zim o'rganib. Birinchi navbatda o'zim o'rganib olishim kerak. 3-olamdan yaxshi o'taman, lekin bitta joyi qiynab qo'yadi, u ham bo'lsa oxiri. Ulguramanmi? O'qishdan qoldi. Yaxshi. 8-stage'damiz. Ozgina erta borib qo'ydim. Abbo, nima bo'lyapti? Ne bo'lyapti? Xo'sh. Men bundan tezman. Shuning uchun o'lib qolishim ham mumkin. Bundan oldinga chiqib ketib. Yaxshi. Va yana yaxshi. Yo, yomon. Yaxshi ekan. Yomon. Mayli. Mana bu yerdan teleport qilish hech narsa emas. Ketdi. Xo'sh. Aydan bemalol o'tib ketaman. Yo. Bu yerda bitta fishka bor xolos, mana shu yerdan. Yo, vaqtingizni terizangiz bo'ladi. Bu 11-stage. Ha. Mana shu bitta fishka edi. Labirint esimda bo'lsa o'taman. Mana ko'rganmi? Ha. Yo, orqaga. Mana bu yerdan burilib. Yo'q, hozir ushlab oladi hozir. Yo, ushlab oladi hozir. Yuri. Ozgina qoldi. Mayli. Va mana shu yerdangacha, mana bu stagegacha, bu 15-stage, 14-mi bilmayman, lekin shu stagegacha adashmasam teleport qilsa bo'ladi. Qolgan stage, undan keyin bitta stage bor, unga teleport qilib bo'lmaydi. Xo'sh. Yaxshi, kelib oldim. Bundan ham o'tish muammo emas. Bu aytganimdek, mana shu yergacha teleport qilsa bo'ladi xolos. Ketdi. Bu yerdan o'ta olmayman. Ha. O'zim ham tasdiqlashim mumkin bu gapimni. Yo. Nima dedim? O'ldirmadim. Yes, ket.
Hammalar men boradigan joyimgacha borishimni isbotladim, bora olishimni. Xullas, bitta gap aytaman. Hammaga mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, hammangizga rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin va izohlarga nomingizni yozib ketishni unutmang. Men rostdan ham mana bu ikkisidan birini beraman sizlarga. Bitta odamga emas, bir nechta odamga beraman. Xullas, like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin, izohlarga nomingizni yozib keting. Hammaga rahmat.